avtomaktabga ham. Avtomaktab indamay mayli deb fuqarolik pasportimni oldi, 082 bunaqasini spravka so'radi, uni to'g'rilab bordim. Haydovchilik guvohnomamni hammasini nusxasini berdim. 2,5 million pul to'lab o'qidim. Ya mayli. Ular o'qishni bitirdim, yo'ldan chiqib ketyapman. Ular guvohnomamni olib, Jizzax Rioga borasiz, ro'yxatdan o'tkazasiz deyapti. Rio guvohnomani ro'yxatdan o'tkazyapti. Ko'ryapti. Imtihon markaziga, hozirgi tadbirkorlarga o'tgan imtihon markaziga yo'llanma beryapti menga. O'sha Vazirlar Mahkamasining 3 yil stajing bo'lmasa guvohnoma toifada guvohnoma berilmaydi degan qarorini bilar ekan o'sha vaqtda. Uka yoki aka yoki hurmatli fuqaro, imtihon markaziga xarajat qilib borib o'tirmang. Baribir sizga berilmaydi. Stajingiz bormi? Davlat yuk mashinasini o'shanaqasini haydagansizmi deb bu yerdan menga savol, so'roq yoki tushuncha berilmayapti. Yo'llanma beryapti imtihon markaziga. Imtihon markaziga boryapman. Imtihon markaziga borib to'lovlarini qilyapman. Nazariy, amaliy testlardan muvaffaqiyatli o'tyapman. Ular menga sertifikat beryapti, ular ham. Ular ham menga aytmayapti. Hurmatli fuqaro, 3 yil stajingiz bo'lmasa, imtihon topshirib o'tirmang, baribir sizga toifa berilmaydi deb. Bu o'zimizda Jizzax viloyatida mana shunaqa muammo bo'lyapti. U respublika ko'ryapti men imtihon topshirganimda. Nazariyni, amaliyni xonasida bir 40 ta kamera, mashinada 40 ta kamera bor. Hammasi ko'rib o'tiribdi. Bu endi men imtihonni toifaga o'qib sertifikat qo'limga olguncha kamida 8 million, 8,5 million so'm pulim ketdi. Endi oxirgi nuqtada stajingiz yo'q, sizga mumkin emas deyapti. Men 2022-yildan hozirgacha tirkamali yuk avtomobilda og'ir yuk avtomobillarini boshqarib kelaman, xususiy egasiga tegishli bo'lgan. Qanday bu davlatnikini haydasang olasan, xususiyga haydasang yo'q degan bu. Qanaqa bu? Tushunsa bo'ladi. Shunga hurmatli prezident o'zingiz bir odilona qaror chiqarib, mana shu ishda nazoratga olib amaliy yordam berishingizni iltimos so'rayman.